Assalomu alaykum hammaga. Mana bir mo'sta arabalarimiz tayyor bo'ldi. Buni Samarqand Pazto'rg'onga sotdik. Birinchi hissasiga keladigan bo'lsak 2025-yil 3-aprel. Mana bu yoqdan kelishi 10 zot o'tgandan keyin Samarqand Jonboyda bu yoqqa o'tkazsangizda Toshkentga o'tasizlar. 1.32-2.30 qilib yasab berdik Shivillerdan. Rushotka stendlari olinib qo'yiladigan qilib universal qilib yasab berdik. Oldlar ham ochiladigan. Farqi ustanovkalarni ham qilib berdik. Mana Samarqandning mashinasi. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Shu yerda telefon nomerlarimiz bo'ladi, Telegram, WhatsApp bo'ladi. Mana bu yerda tayyor pristlar ham bor, ichkarida tayyor bo'layotganlar ham bor. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Adres Samarqand Jonboyda. 1.32-2.30 qilib yasab berdik. Mana ichini holatlari kiyim-kechak, tarvuz, har xil narsa tashisa bo'ladi. Shivillerda yasalgan mana 15lik lasetli balon qilib berdik. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasiz. Ko'plar narxini so'raydi. Narxini ham aytib o'tamiz. Narxini agarda aytmagan bo'lsam videolarda, kommentariyada yo bo'lmasa Telegramda yozsangizlar narxini aytamiz. Buni 10,5 million so'mga farqi ustanovkalari bilan mashq holatini qilib berdik. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Adres Samarqand Jonboyda. Bu yoqqa o'tkazsangizlar Toshkentga o'tkazasizlar.